Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz yoshlar. Navoiy davlat korxonasi tizimida 2025-yilning 6 oyi davomida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish to'g'risida hisobotni taqdim qilmoqchiman. Bugun davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda zamonaviy bilim, malaka, yuksak ma'naviyatga ega, g'ayratli va ulug' maqsadli yoshlarni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning munosib ta'lim-tarbiya olishi, ijodiy va kasbiy salohiyatini ro'yobga chiqarishi, yurt kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bizning Navoiy davlat korxonasida ham yoshlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, madaniy-ma'naviy saviyasini yuksaltirish maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlarga oid davlat siyosati dasturi doirasida yosh muhandis-texnik xodimlarimizning yangi loyiha va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga, ularning amaliyotga tatbiq etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bugungi kunda Navoiy davlat korxonasi tizimida 2203 nafar barkamol va mard yoshlar mehnat qilib kelmoqda. Korxonamizning barcha yoshlari 18 ta boshlang'ich tashkilotga birlashtirilgan. Men bugun korxonamizda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Joriy yilning birinchi yarmida Navoiy davlat korxonasi tizimida 2025-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish hamda tashkilotdagi yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturida belgilangan 25 ta tadbirdan hozirgi kunga qadar 15 tasi bajarildi. Shuningdek, korxonaning boshlang'ich tashkilotlari tomonidan 80 dan ziyod tadbir amalga oshirildi. Buning uchun 123 million so'm mablag' sarflandi. Jumladan, joriy yilning o'tgan davri mobaynida mazkur dasturda o'z ifodasini topgan Yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirildi. Men buyuk ajdodlar avlodiman loyihasi doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Ezgulik yo'lda birlashaylik aksiyasi doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan va keksalar holidan xabar olindi. Men donorman aksiyasi doirasida qon topshirish tadbirlari o'tkazildi. Sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida korxonada bo'linmalarida yoshlar o'rtasida turli xil sport tadbirlari tashkil etildi. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil kabi loyihalar amalga oshirildi. Shuningdek, iyun oyi yoshlar oyligi dasturi doirasida korxona bo'linmalarida yoshlar o'rtasida ommaviy sport turlari bo'lgan futzal, voleybol, streetbol, stol tennisi, shaxmat kabi yo'nalishlarda yoshlar kubogi turnirlari va turli xil sport tadbirlari o'tkazildi. Zakovat intellektual o'yinlari hamda rahbar va yoshlarning ochiq muloqotlarini ta'minlash maqsadida korxonaning yirik ishlab chiqarish obyektlarida rahbar va yoshlar uchrashuvlari tashkil qilindi. Ularda korxonamizda mehnat qilayotgan qariyb barcha yoshlarni qamrab olinishiga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, 2025-yilda Navoiy davlat korxonasida yosh xodimlarning professional kasb mahoratini oshirish, istiqbolli yosh rahbar kadrlarni tayyorlash va rivojlantirish maqsadida tasdiqlangan rejaga muvofiq yoshlar malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslariga jo'natildi. Korxonaning yirik ishlab chiqarish obyektlariga ishlab chiqarish ekskursiyalari tashkil etildi. Korxona yoshlari o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish maqsadida ularning huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida davra suhbatlari o'tkazildi. Muhtaram Prezidentimizning yoshlar siyosati masalalari bo'yicha berilgan topshiriqlarga muvofiq Navoiy davlat korxonasi bosh direktoriga biriktirilgan Navro'z, To'qqiztepa hamda Yuksalish mahalla fuqarolar yig'inidagi 52 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. So'zim so'ngida shuni aytmoqchimanki, 2025-yilning birinchi yarmida Navoiy davlat korxonasi yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish yuzasidan ko'plab tadbirlar o'tkazildi. Joriy yilning ikkinchi yarmida ham bunday tadbirlarni davom ettiramiz. Hali oldinda bir qator rejalarimiz bor. Xususan, korxona tizimida 2025-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish to'g'risidagi chora-tadbirlarga asosan tashkilotdagi yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturida belgilangan iqtidorli yosh xodimlarning
g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish, ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish maqsadida ko'plab tadbirlarni belgilab olganmiz. Jumladan, mening innovatsion g'oyam, yilning eng mohir kasb egasi, mening kitobim tanlovi, yilning eng yaxshi boshlang'ich tashkilot yetakchisi tanlovi va boshqa ko'plab tadbirlarni o'tkazish hamda ularda barcha yoshlarni qo'llab-quvvatlash rejalashtirilgan.